Sizlarni viloyatning Kattaqo'rg'on tumaniga taklif etamiz. Kattaqo'rg'onni chorrahadagi tuman deyish mumkin. O'tmishda Buyuk Ipak yo'li karvonlari aynan shu tumandan o'tgan bo'lib, qadimiy savdo markazlari ham shu yerlardan joy olgan. Tumanning har bir mahallasida sport o'yingohlari, mini futbol, basketbol maydonlari mavjud. Ular yoshlar bilan gavjum. Markazdagi musiqa maktabi Kattaqo'rg'onga o'zgacha fayz berib turibdi. Payshanba shaharchasining holvasi esa bozorlarning oldi shirinligi hisoblanadi. Kattaqo'rg'on halvosini pishirish uchun avvalambor mehr kerak. Olinavli un, charvi yo'q, oq yo'q. Ana shularni xamir qilib jarayonni boshlaymiz birinchi bo'lib. Kattaqo'rg'on halvosini pishirayotgan halvochilar juda ham ko'p-da. Avvalambor bizning halvomizda ta'midan ajralib turadi. Tumanimizdagi Sarboz ansambli ham shu bizning halvomizda qo'shiq qilib aytgan. Juda ham yaxshi chiqqan qo'shiqlari. Kep qoling, shirmoynondan yeb qoling. Keling do'stlar, kep qoling, shirmoynondan yeb qoling. Payshanbaning holvagari holva qilmoqqa usta. Payshanbaning holvagari holva qilmoqqa usta. Chakkasiga gul solib pishirar holva usta. Chakkasiga gul solib pishirar holva usta. Keling do'stlar, kep qoling, rusta halva yeb qoling. Keling do'stlar, kep qoling, rusta halva yeb qoling. Holvamiz bor parvarda, parvardadan yeb qoling. Holvamiz bor parvarda, parvardadan yeb qoling. Holvalaring sarasi oqnavatan yeb qoling. Holvalaring sarasi oqnavatan yeb qoling. Keling do'stlar, kep qoling, oqnavatan yeb qoling. Keling do'stlar, kep qoling, oqnavatan yeb qoling. Kattaqo'rg'onliklar shirinliklarimiz dunyoga mashhur deganlarida biz biroz ishonmagan edik. Bu manzarani ko'rib esa to'la ishonch hosil qildik. Tasvirga olish jarayonida sayyohlarning qiziqishi ortib, folklor jamoasiga kelib qo'shilishdi. Sarbozi guruhining mehmondo'st ayollari ularni darrov parvarda va holvalar bilan siylay ketishdi. Hay, shirinliklarni tarqatib yubormang, tasvirga olish tugamadi-ku deganimizda, ko'nglingizni keng qiling. Holvalarimiz mo'l, hammaga yetadi. Chet ellik mehmonlar og'zini shirin qilish deya bizni tinchlantirgandek bo'lishdi. Tasvirga olishni endi boshlagan edik ham, britaniyalik mehmon bizdan biroz vaqt so'rab, folklor san'ati bilan yaqindan tanishishni iltimos qildi. Nachora, mehmon otangday ulug' deyishgan. Jon chupchima, jonim mani chupchima, chupchima jon chupchima, o chupchima, chupchima jon chupchima, jonim mani chupchima, chupchima jon chupchima, o chupchima. Rahim go'shni olingiz, qishtaqtaga qo'yingiz, ko'kmoq bilan uringiz, zirranamay solingiz. Rahim go'shni olingiz, qishtaqtaga qo'yingiz, zirran bilan uringiz, zirranamay solingiz. Tandir voyni qizdiring, o chupchima. Chupchimani qistiring. Voy chupchima. Lahim kuyib ketmasin. Voy chupchima. Tezroq uzdiring. Voy chupchima. Mazza chupchima, mazza qilib yedim. Tandir ichiga dilimdan mingta rahmat dedim. Mazza chupchima, mazza qilib yedim. Tandir ichiga dilimdan mingta rahmat dedim. Tandir voyni qizdiring. Voy chupchima. Chupchimani qistiring. Voy chupchima. Lahim kuyib ketmasin. Voy chupchima. Tezroq uzdiring. Voy chupchima. Sarbozi folklor jamoasi bizning Kattaqo'rg'onda juda ham hozir ommalashib kelyapti.
o'zimizni hududimizga, tabiatimizga xos bo'lgan qo'shiqlarni kuylab kelyapmiz. Bu qo'shiqlarni momolarimizdan o'rganganmiz. Momolarimiz esa momolaridan, ota-bobolarimizdan o'rganib kelishgan. Mana bizlar ham hozir jamoamizda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan ulug'larimiz ishtirok etib kelyapti. Shu ulug'larimizga bag'ishlab hazilomuz qo'shiqlar yaratib kelyapmiz. Mana hozir qatorimizda Suyun bobomiz o'tiribdilar. Suyun bobomizdan ham bir og'iz tinglasak. Suyun bobo. Mana hozir Xudoga shukr biza 4 kam 70 ga kiryapman. Bu eng eski qaldirg'och, folklor qaldirg'ochisi ham bo'ladi. Sarboz birinchi ilgaridan qatnashib kelganman. Arada pichigina to'xtashib qoldi. Ana mustaqil bo'lganimizdan keyin ana qadriyatlar yaxshi bo'ldi. Mustaqil eski otalarni, bobolarni, momalarni qo'shiqlarini olib chiqib, olib yuribmiz. Bizdagi yoshlar ham shuni yo'q qilmasin qadriyatni. 2015-yil qariyalar yili deyildi. Biz hazilona mana shu qariyalarimizni ulug'lovchi Cholga bering davrani deb nomlangan hazil qo'shiqni mutoyiba qildik va birgalikda mana shu shularimizni Suyun boboga atadik. Demak, bu yangi qo'shiq. Bu yangi qo'shig'imiz edi. Bu albatta hazilona. Bozorga bordim, bozini ko'rdim. Kallasi katta tozini ko'rdim. Uyga kelib mo'yay yedim. Kampirimdan tayoq yedim. Cholga bering davrani. Achol qizimdan nag'mani. Cholga bering davrani, chol qiladi nag'mani. Cholga bering davrani, chol qiladi nag'mani. Urib ketsin nag'masi, kuydiradi hammani. Urib ketsin nag'masi, kuydiradi hammani. Bugun bayram katta to'y, keltiringlar semiz qo'y. Bugun bayram katta to'y, keltiringlar semiz qo'y. Oshnidan rang jo'ralar, yangrasin kuy navolar. Oshnidan rang jo'ralar, yangrasin kuy navolar. Cholga bering davrani, chol qiladi nag'mani. Cholga bering davrani, chol qiladi nag'mani. Urib ketsin nag'masi, kuydiradi hammani. Urib ketsin nag'masi, kuydiradi hammani. Momon qilib qiladi, choli nag'ma qiladi. Momon qilib qiladi, choli nag'ma qiladi. Qo'sha qarib yurganni ko'ngli zavqqa to'ladi. Qo'sha qarib yurganni ko'ngli zavqqa to'ladi. Cholga bering davrani, chol qiladi nag'mani. Cholga bering davrani, chol qiladi nag'mani. Urib ketsin nag'masi, kuydiradi hammani. Urib ketsin nag'masi, kuydiradi hammani. Yondiradi hammani, kuydiradi hammani. Samarqand folklorining qo'shiqlari mana shunday qadim minoralar bag'rida o'zgacha taraladi. Lekin bu zaminning yana bir folklori borki, uni faqat o'z joyida, o'z hududidagina tanishtirishni istaymiz. Urgutga yo'l olamiz. Zarafshon tog' tizmasining g'arbiy qismida, Chaqalikalon tog' etaklarida 1000 metr balandlikda afsonaviy shahar, xushmanzara bahavo maskan joy olgan. Boburnomada bu joy Arkod, 18-asr boshlarida tarixiy hujjatlarda Arkut qishlog'i sifatida tilga olingan. Bu qadimiy Urgutdir. Urgut Urkent so'zining keyinroq o'zgargan yasama, ya'ni balandlik, kent shahar, balandlikdagi shahar ma'nosini anglatadi. Aql, idrok, mehnat urgutliklarga xos xususiyat. Azaldan hunarmand bo'lgan bu tog'li xalq ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi o'rinlarda turadi. Oddiy yelim idishidan gilam mahsulotlari uchun sintetik ip tayyorlaydi. Beshikchilar yasagan